Baka bang, sog'lom bo'lib o'ynang degan activity. Nima bu deyishinglar mumkin, qizlarjonlar. Bu zo'r narsa. Ya'ni e'tibor bering yaxshilab. Buni ichida 10 dona bo'ladi. Oyog'ingizni tagiga yopishtirib olasiz. Nakleykali tayyor bo'ladi. Hamda nakleyka chirib bo'ladi. Alohida sizlarga uyda ochib qo'yganim bor. Shon ko'rsam bu hol klientga shuncha ko'rsatmayman. Mana oyog'ingizni tagida polni hamma narsalarimiz bo'ladi. Голова, желудок, шея, легкий taz, kishechnik, spina, pechin, butun organizmingizdagi shamollashlarni chiqarib yuboradi. Buni nakleykani yopishtirganlarga oq bo'ladi. Sizda o'sha nakleyka turgandan keyin 3-4 soat turadi-da, qorayib qoladi. Organizmingizdagi bor shamollashlarni oyoq bilan tortib chiqarib yuboradi. Buni Rossiyada bor edi, bizda hali yo'q edi, lekin o'sha bizga ham keldi. Juda ham ko'plab klientlar mendan so'rashardi, bormi deb, mana o'sha bizda ham chiqdi. Ichida 10 ta bo'ladi. Ikkita oyog'ingizga yopishtirib ana qilsanglar, shuni ko'rib vau deysiz. O'zi sezasiz-da, organizmingizda qanaqa shamollash prosesslari ketyapti va qanaqa davolanayotganingizni. Bemalol baka bang.